Assalomu alaykum. Tayyormisiz? O'ktam aka, sizsiz? Kamatsu? Aha, yes. Davron? Yeah. She Ayrons. Nechasiz? Qayerga ketding bugun? Yaxshisiz aka? Tayyormisizlar? Ha. Let's go. Go. Qayerqa bugun endi boradigan joyimiz? Sürpriz bo'lsinmi, aytaylikmi? Sürpriz bo'lsin. Ha. Bosamiz, ketdik. Zo'r bo'ladi. Bojxona posti ekanda, to'g'rida? Qayerga keldik Davron? Сопровождение qilib. Gai mashina сопровождение qilib ketyapti. Juda seriozniy joyga kelamiz. Mana qayerga keldik. Mana yallamay. Terminal. Voy aka, shuncha yo'l yurib qayerga keldik? Nimani ko'rsatasiz bugun bizga? O'zbekistonda eng kattasi va yagonasi va narx bo'yicha ham eng qimmati bu texnika. Aha. Hamma qiziqyapti menimcha aka. Aha. Qo'limda mana polni xarakteristikalari turibdi. Nima savolingiz bo'lsa berasiz. Hozir bitta texnikani ko'rsataylik aka. O'zbekistondagi eng katta grader, shunaqami aka? Voy. GD 955 50 tonnalik grader. Voy, 50 tonnalik grader. Menimcha buni haydovchilar orzusi bo'lsa kerak graderchilar buni haydashmoqda. Simlarning ko'pligini qarang. Voy, mana turishini qarang. Mana vaja bo'lyapti aka. Salarka bakkaga ham maza qilarasiz bor-ku. 950 litr salarka bak. 950 litr. Ya qo'ylar buni kattaligini qaranglar akalar. Bunda nechta ot sig'dirib olishgandi bu listning ichiga aka? Bilmasam, bordir bir 500 tami, 400 tami. 426 ot kuchi. Yo'q, 313 kilovat. Tu qancha shunda ot kuchi? 426 ot. Yo'q, gap yo'q. Yo, mana bu atvalni qarang aka. Kattaligini qaranglar aka. Bu kameraga sig'dirib atval 6 metrdan oshib tasavvur qilyapsiz. Ha, balonlarning kattaligini qaranglar. Yo, mana turish yomon chiroyli ekan, lekin unga qarang, voy. Qanaqadir dizayni ham zo'r. Ha. Yo, hamma narsa qanaqadir paradishni qarang. Hamma kabellar ham remont qilishga ham vashsha qulay ekan. U kattaligi ham kattami, yo'qmi? Nima ekan balon? Bridgestone. Va Rally poyga mashinalarga qo'yiladi. orqasini qaranglar, reflektorlarni qaranglar. 3 ta yana joy qoldirilgan ekan, menimcha. Ha. Yoki almashtirib olaveradi orasini. Ha, kichikroq, kattaroq qilib. Yana nima ma'lumotlari qiziq bo'lishi mumkin. Yana bitta aytib o'taman akalar. 50 tonnalik grader O'zbekistonda yagona eng qimmati. Buni akalar 426 ot kuchi bor, 313 kilovat tasavvur qilinglar, 950 litr salarka bakini o'zi. Endi rasxodi qanchaligini menimcha izohlarda taxmin qilib yozsangiz. Salarka bakini qancha dedingiz? 950 litr. Voy. Shuni chiqib bitta tepalarini ham ko'rsatmaysizmi, aka? Salonlarning ichini. Qayerdan chiqsak bo'lar ekan buni? Narigi tomonmidi chiqishi? Tak, men bitta narigi tomonga tushib Yo, balonlarni qarang. Ha, ha? Ko'rsatga. Aya, конечно. Maza qilasiz. Balandligini qarang chiqishimiz oson emas. Hozir ko'ramiz. Ketdik. Voy, mana akalar. GD 955 model. Tepasini ko'rsataman sizlarga. Voy, mana bu radiatorlarning turishini qaranglar. Parraga ham Titanic parragidan bo'lsa kerak. Kamatsu. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu bir 3 ta 4 ta odam turib olsa bo'lar ekan, bor-ku, kattaligini qaranglar. Voy, ochiq bo'lganda ko'rsataman akalar. Salonni ko'rishinglar mumkin. Tablolari ham mana turibdi akalar. Sideniyalariga ham Kamatsu deb yozib qo'yishgan. Richaklari ham boshqacha ekan, qarang. Yo'q, richak.
Rul как положено, klassika. Rul an'anaviy deydimi? An'anaviy desa bo'ladi, rulda boshqariladi. Richaklari lekin menga yoqdi bor-ku. Qanaqadir kichkina, удобныйda. Вообще удобный ekan rostdan. Необычный ekan bor. Birinchi marta ko'rdim bunaqani. Boshqa greyderlarda greyder haydovchi akalar mana shunaqa richaklarni ko'rganmisizlar o'zi? Qaranglar, yomon удобныйda. Ortiqcha anaqa nima ham emas, ana uzun bo'ladi-ku richaklar ko'pincha. Noqulay ham emas-da. Lekin mana juda katta. Naroqda knopkalarni qarang, ko'pligida. Katta. Yo narsani o'zi, audio hamma narsa bor ekan. Limit control deysizmi? Sidiniyalari ham poyga mashinalarning sidiniyalariga o'xshaydi qarang. Ha. Yonidan bako Plotli ekan, a? ushiydiganlari. Gap bo'lishi mumkin emas. Kattaligini qarang, buni anaqa qilib bo'lmaydi-ku. Buni boshqaradigan odamga ham vahima bo'lsa kerak. Gapirmay. Gabarit o'ziga pastdagi narsalar ko'rinmaydi. Maza qildim lekin men salonni ko'rib aka. Ha, shu maza qildim mana. Mana bu yoqda qarang, mana ko'rinish qarang, mana haydovchi qaqib bu yoqni ko'rib boshqarar ekan. Gapiring. Lekin mana bu yomon qalingan, mana bu kichkina greyderlarda mana bu zo'rroq bo'ladi, mana bu oldi. Bunda sal qanaqadir plot anaqa. Duting, ha, qanaqadir hamma narsa plotli, hamma narsa joy-joyida. Katta, Yaponskiyda. Yaponcha nima deydi? Tartib intizom deydimi bilmayman. Ortiqcha hech narsa yo'qda. Mana bu zapaska ballonmi-ku, nima deb o'ylaysiz? Ha, shunaqa. Ha, shunaqa. Anaqa protektorlari bir xil ekanda. Shunaqa. Akalar, mana biza 50 tonnalik va nihoyat 50 tonnalik greyderni mayli saloniga o'tirmasak ham sizlarga ko'rsatishga, uni polniy obzor qilishga baxtga muyassar bo'lib turibmiz. Shuncha joydan keldik. Shuncha joydan keldik yo'l Kameralarni qarang, kameralar ham Komatsu. Kameralari ham boshqacha-da bor-ku. Gap yo'q, bu yaponlar ham. Ishlarni qarang, juda katta. Mana bu yerda o'zi ham shuna 2-3 kishi yotsa bo'ladimi ustida? Bu albatta akalar, karyeralardan biriga ishlashga ketyapti. Endi buni kirgandan keyin, ana nima deydi? Karyeralarni iltoji bo'lib turadi-da, texnikalar. Bunaqa. Buni o'zi anaqa hammi? Buni nima deydi? Texnik tomondan bir obzor qilishimiz kerak ekan-a? Ha. To'liq ochib, motorlarni ko'rsatib, ichilarini ko'rsatib, salonlariga как положено o'tirib, boshqaruv joylarini ushlab, ko'rsatib, bo'ldimi o'zim? Davom etamiz. Ketdi. To'g'ri, endi nima qildik? Syomkani davom ettiramizmi? Akalar, sizlarga abishlab qilgan o'sha xarakteristika boshqa salonni ichlarini xudo xolasa joyiga borib olgandan keyin karyerda o'zidan olamiz inshaalloh. Hozir akalar bu texnikani chiroyli qilib kuzatib qo'yamiz. Yo'ldagi kadrlarni ham ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Omad tilab qo'yinglar, izohlarda fikringlarni qoldiringlar, ko'rishguncha. Texnikaga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin akalar. Texnikamiz ketdi.